Ozayotgan va ozmoqchi bo'lgan mijozlarimdan eng ko'p keladigan savollardan biri Stora. Ozganimdan keyin qayta semirib ketmaymanmi, 2 barobar vес yig'maymanmi yoki yana ozmoqchi bo'lsam, diyetalar tutib yana ozish imkoniyatim bormi, vesimni qanday qotirsam bo'ladi degan savollarga men hozir sizlarga bitta yechimini ko'rsataman. Bizning mahsulotlarimizda 3D Slim, ya'ni oson ozish 20 kunlik programmamiz bor. Vesni qotirib beradi. Bo'ldi Stora, ozib o'ldim, boshqa ichmoqchi emasman deganlaringizdan keyingina buni tavsiya qilinadi. Aynan sizlar uchun hozir buni raspakovka chek qilamiz. Mahsulotimizni olganimizda o'zini alohida yo'riqnomasi, kitobchasi chiqadi va uni ichida 3 bosqichli o'zini programmasi bor. 20 kun vaqt davomida bosqichma-bosqich ichiladigan mahsulotlarimiz bor. Birinchisi drain effektimiz, yog'larni eritib beradi, atoklarni ketkizdirib bersa, ikkinchi mahsulotimiz food control, ya'ni ishtahani kontrol qilib beradi. Achchiq, sho'r, shiringa bo'lgan ehtiyojni qondirib beradi. Uchinchi bosqichida esa Noyo effekt kapsulalarimiz, bu organizmdagi ves qotishini yordam beruvchi, ya'ni ozib bo'lganingizdan keyin vesingizni qotirib beruvchi, oshqozon, ichak traktlarini normaga keltirib beruvchi va buni to'xtatganingizdan keyin ham yana ozmoqchi bo'lsangiz, ozgina dieta qilsangiz ham vesingiz kamayib boraveradi, lekin ratsioningizni buzganingizda, ko'proq ovqat yeganingizda, gaplarga borganingizda yoki hazm qilish tizimini normaga keltirib berish uchun ham aynan mana shu produksiyamiz yordam beradi. Vesingizni qotirmoqchimisiz? Aynan ozgan holatingizga qaytib o'sha holatda turmoqchi bo'lsangiz, mana shu 3D Slim mahsulotimizni tavsiya qilaman. 20 kunlik ozish ratsionida siz o'sha vesingizni qotasiz va eng asosiysi qayta semirib ketmaysiz.